settingga kirasiz, streamni bosasiz va bu yerdan YouTube'ni tanlaysiz. Bu yerdan bitta va bu yerdan ustini bosib akkauntingizni kiritasiz. Shundan so'ng esa o'zingiz akkauntingizga kirib olasiz bunaqa qilib va Nachi streamni bosasiz. Nachi stream va shu streamdan kirgandan so'ng mana kirib olsin va kirgandan so'ng bu izmenitni bosasiz va bu yerdan narsalarni to'g'rilab mana bu avatar qo'yib qo'ymasangiz ham bo'ladi. Bunaqa qilasiz va budan chiqmaysiz va bunga kirib Mangi Broadstack kirasiz. Yaxtim bosasiz, buni bosib stream qilsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Shuni qilasiz, shu bilan o'xshaveradi.